Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Bugun agronomimizda mavjud kredit mahsulotlari to'g'risida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Bizda o'zini-o'zi barchaga fuqarolarga 5 million so'mda 50 million so'mgacha kredit mahsulotlarimiz mavjud. 5 million so'm biznesga birinchi qadam dastur asosida 1 yil muddatga beriladi. Erkaklar 25%, ayollar 23% foiz stavkasi bilan. Mahalla loyihasi dasturi asosida 50 million so'm mablag' kreditlar amalga o'tiladi. 25%, ayollarga 23%. 2 yil imtiyozlari bilan jami kredit qaytarish muddati 5 yil muddatiga beriladi. Biznes ko'mak dasturi asosida 10 million so'm kreditlarimiz bor. 4 yil muddatga 6 oy imtiyozlari bilan 4 yil muddatga jami kredit qaytarish muddati bilan o'zimiz barcha fuqarolarga kredit mablag'ini beramiz. Bunda 5 million so'm bilan 17 million so'm kredit portfellarimizga faqat sug'urta kafilligi kifoya, 3-shaxs kafilligi shart emas, lekin 50 million so'm kreditimizga 3-shaxs kafilligi kerak bo'ladi. Byudjet tashkilot ishlagan shaxs kerak bo'ladi. Ya'ni 312 sonli qaror bo'yicha o'zini oldin oilaviy tadbirkorlikda kredit olib, vaqtida yopgan fuqarolarga yoki bo'lmasam 1 yil muddat davomida yakka tartibli tadbirkor, xususiy korxona, shunga o'xshash yuridik maqom ostida faoliyat olib borayotgan korxonaga 100 million so'mdan 300 million so'mgacha kredit mahsulotlarini ajratamiz.